Kerak emas bo'laykan. Assalomu alaykum hammaga. Sizlarni qarshiligimga men bugun rap olib keldim. Orqangizdan. O'yinni qoidasiga keladigan bo'lsa, ular juda ham oson. Ma'lum bir lokatsiyaga borib turib, o'tdan boydan olmari pachvichilik kerak. Ko'radi-yu, Nima orqangizdan kalla kelyapti? Orqangizdan kalla kelyapti. Xotirjam yuribsiz, men ba'zan sindirib oldim. Ko'rib. Lekin bu vazifalarni bajarishga sizlarga o'sha zo'rimda yashaydigan maxluqlar xalaqit qiladi. Katta narsani keyin notebookga tutaylikmi? Jahli chiqdi. Uy, bile. Oldingizmi? Amogus qurildi. Yaxala. Jonim to'ldiringlar birinchi yengillarni. U joyda topgan hamma narsalar ma'lum bir qadrliga ega. Lekin shu qadrliga yarasha ular hajm jihatidan yana bitta Bok bor. 11 ming 1,5 ming. xavflilik jihatidan. Xumiymi? O'ldirdim. Voy. Va shu qirli jihatdan ajralib turadi. Brat, hamma o'ziga jalb qilma qilyapti. Har bitta lokatsiyada qiyinligiga qarab bitta yoki undan ko'proq boyliklar topishadigan joy bor. Berjon. O'ting bu yoqqa. O'ting orqa to'nqi. Belgilangan summani yig'gandan keyin keyingi etapga o'tiladi. Voy, to'xtanglar. Checkpoint. Jalka qilasiz-ku, buni oling. Yugurardim. Sindiradi-da. Hamma missiyalarni bajarib bo'ldinglarmi? Endi mashinaga qaytib, tezda o'tdan jo'nab qolish kerak. Qanaqasiga? O'zi olib ketdi. Men boqib o'tiribdimmi? O'zi mashinaga borish kerak-ku. Kirisa. Voy. Hammani o'ldirib yuborar ekan bu. Keyingi zonaga o'tishdan oldin o'sha o'margan pullarga kuchayish yoki qo'shimcha narsani sotib olish mumkin. To'tosh qilib keling, to'tosh. Baram olib kelamiz. Qora voy.